Friends. Tabiiy ta'm. Do'stlar bilan birga har dam. Futbolda shon-shuhrat izlaganlar ko'p bo'lgan. Kimdir unvon ortidan quvgan, kimdir pul ortidan, yana kimdir mashhurlik ortidan. Ammo bitta inson bor. U o'z hayotini bir klub, bir forma va bir shahar uchun bag'ishladi. Paolo Maldini. U futbolda jimlik orqali gapirgan inson. U hech qachon baland ovozda men afsonaman demagan. Ammo butun dunyo buni his qilgan. Bu hikoya sadoqat, halollik va vaqt sinoviga tosh bergan buyuklik haqida. Keling bu sadoqat qayerdan boshlanganini birgalikda eslaymiz. Bolalik va oilaviy meros. 1968-yil, Milan. Futbol bilan nafas oladigan shahar. Shu yerda dunyoga kelgan bola keyinchalik o'sha shaharning ramziga aylanadi. Otasi Cesare Maldini edi, Milan sardori. 1963-yilda Yevropa Chempionlar Kubogini ko'targan inson. Paolo bolaligidan otasining o'yinlarini ko'rgan, stadiondagi olqishlarni eshitgan. Shunda u ich-ichidan bitta narsani his qilgan. Men ham bu klub uchun jon beraman. Buning uchun futbol bu oilaviy meros edi. Lekin bu merosni davom ettirish uchun u uni qayta yaratish kerak edi. U bola bo'lsa-da har kuni mashg'ulotlardan keyin soatlab devorga to'p tepardi. Otasi unga shunchaki futbolni o'rgatmagan. Unga qadriyatlarni va eng asosiysi sadoqatni o'rgatgan. Men futbolni otamdan o'rgandim, lekin u menga texnikani emas, hurmatni o'rgatgan. U shunday derdi: "Futbol bu o'yin, lekin o'yin ichida sening kimliging yashirinadi." Har safar stadionga kirganimda o'sha so'zlar qulog'imga yangraydi. Futbolni juda jiddiy qabul qilmasang, u sendan yuz o'giradi. Menga esa u umrini berdi. Boshlanish. Yosh Maldini. 1985-yil San Siroda 17 yoshli Paolo Maldini ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushadi. Uning yuragi tez urardi, lekin nigohi sokin. O'sha paytda hech kim bu bola 25 yil davomida shu maydonning egasiga aylanishini bilmasdi. U o'ng qanot himoyasida o'ynardi, lekin u yerda ham chapdan ham markazdan ham o'z o'rnini topa oldi. Uning o'yini sokin edi. Baqiriq, agressiya, shovqin yo'q. Lekin har bir harakatida professional so'zi mujassam edi. Har bir to'pni to'xtatishida, har bir zarbani oldin olishda bir xil narsa bor edi. Hisob-kitob va aniqlik. Shu bois murabbiylar uni strateg deb atardi. Men himoyachi sifatida hech qachon raqibni urush kabi ko'rmaganman. Men uni yechim topilishi kerak bo'lgan muammo sifatida ko'rganman. To'g'ri joyni tanlash, o'yinni o'qish, mana bu haqiqiy himoya. Agar sen to'g'ri qaror qabul qilsang, to'pni olish uchun kuch sarflash shart emas. Men o'yin bilan kurashmaganman. Men uni tushunishga harakat qilganman. Oltin davr. Chempionlar Ligasi yillari. 1988 va 2007-yillar oralig'i. Milan futbol imperiyasi. Jamoada Baresi, Costa Curta, Nesta, Cafu va ularning yuragida bir inson, Maldini. U sardor bo'lgan paytda Milan nafaqat Italiyani, balki Yevropani ham zabt etgan. U 5 marta Chempionlar Ligasi finalida ishtirok etgan, 7 marta Serie A chempioni bo'lgan. U 35 yoshda ham 20 yoshdagidek yugurar, 40 yoshda ham bolalardek orzu qilar edi. Ammo eng yodda qolgan o'yin 2005-yil Istanbul finali. U birinchi daqiqadayoq gol urdi, lekin o'sha o'yinda Milan g'alabani boy berdi. Bu og'riq yillar o'tib Maldinining yuragida qoldi, ammo u hech qachon mag'lubiyatdan shikoyat qilmagan, chunki u bilardi. Afsonalar g'alabada emas, balki mag'lubiyatda sinovdan o'tadi. Men o'sha finalni unutmadim. Biz 3-0 hisobida oldinda edik, lekin baribir yutqazdik. O'sha tun men futbolning eng og'riqli, lekin eng halol tomonini ko'rdim. Hayot ham shunday. Ba'zida sen eng yaxshi bo'lib o'ynaysan, lekin baribir yutqazasan. Muhimi o'sha paytda ham o'zingni yo'qotmaslik. Men mag'lubiyatdan ham faxrlandim, chunki biz halol edik. Sardorlik va liderlik. Maldini sardor sifatida gap bilan emas, xulq bilan rahbarlik qilgan. U hech qachon jamoaga motivatsiya berish uchun shior aytmagan. U shunchaki harakatlari bilan ko'rsatgan. Murabbiylar o'zgarar, jamoadoshlar ketar, yangi yulduzlar kelar. Lekin Maldini doim markazda edi. U Milanni nafaqat himoya qilgan, u Milanni tarbiyalagan. Sardorlik bu har doim oldinda yurish emas. Ba'zida jim turish, ba'zida boshqalarni tinglash kerak bo'ladi. Men jamoada do'stlikni muhim deb bilganman, lekin maydonda faqat mas'uliyat. Sardor bo'lish bu yelkada og'ir yuk, lekin men bu yukni zavq bilan ko'targanman. Bitta sevgi, bitta klub. Bugungi futbolda sadoqat afsonaga aylanib borayotgan tushuncha.
Ammo Maldini uchun bu oddiy haqiqat edi. U 25 yil davomida faqat bitta klubda o'ynadi. Real Madrid, Chelsea, Manchester United. Barchasi uni chaqirgan. Lekin u yo'q dedi. Chunki u Milanni tanlagan emas, uning o'zi Milan edi. U bu klub uchun kurashgan, kulgan, yig'lagan, u bu klub bilan birga o'sgan, keksaygan va xayrlashgan. Uning hayoti Milan tarixi bilan teng bo'lgan. Men boshqa joyda o'ynamoqchi bo'lmadim, chunki bu yerda mening ildizim bor edi. Milan men uchun ish joyi emas, bu mening oilam. Har safar formasini kiysam, otamni eslardim. Har o'yinda muxlislarning ko'zida o'zimni ko'rardim. Mening hayotimdagi eng katta omad shunchaki bu klubda yashaganligim. Yakuniy yillar va meros. 2009-yil, San Siro. Maldini 41 yoshida so'nggi bor maydonga chiqardi. Bu safar muxlislar o'yin natijasini emas, ushbu afsonaning hayotini olqishlashardi. U mingdan ortiq professional o'yinda ishtirok etgan, 900 martadan ortiq sardorlik bog'osini bog'lagan. U nafaqat o'yinchi, balki madaniyatning bir qismi bo'lib qolgan. U maydondan chiqib ketganida dunyo jim bo'lib qoldi. Shunchaki olqishlar. Futbol uni sog'inadi, lekin Maldini hech kimni ayblamaydi. Futboldan faqat minnatdor bo'ladi. Men hech qachon o'zimni afsona deb bilmaganman. Men shunchaki har kuni eng yaxshisini berishga harakat qilganman. Futbolchi sifatida eng katta yutuq bu odamlarning yuragida iz qoldirish. Agar bugun kimdir men tufayli futboldan ilhom olsa, demak men to'g'ri yashaganman. Paolo Maldini bizga buyuklik bu shovqin emas, balki sokinlik ekanini o'rgatdi. Afsonalik bu son emas, balki samimiyat. U futbolni hech qachon o'zgartirishni istamagan. U futbolni qanday bo'lsa shunday bo'lishini istagan. Har bir davrning o'z afsonasi bo'ladi, lekin bitta narsa hech qachon o'zgarmaydi. Bu sadoqat. Maldini futbolni sevadiganlar uchun vijdonning timsoli bo'lib qoladi. Siz bilan Izzatullo Rasuljonov edi. Keyingi safar yana bir afsonaning hikoyasida uchrashamiz.